сней так можно degan narsa bor. Ya'ni men bilan mana shunday munosabatda bo'lsangiz bo'ladi, men ruxsat berib qo'yganman degan ayollar bor-da. Yoki mana shunday kelinlar bor. Uchta ovsini o'tiradi, qaynana kichkinasi o'tiradi, kichkinasiga tur demaydi, kattasiga tur, ana ko'rpachani sovur bu yoqqa, ana yostiqni menga tashlab desa, "Yo'q" deydi, u turibdi mana kichkinasi. Ayting unga desa, "Voy, u qo'lida bolasi bor-ku" deydi. U qo'rqmaydi kelinidan, bitta qaynana-ku. Anani duxi biton. U o'zini yaxshi ko'radi. O'sha qaynanan duxi yetmaydi unga. Tur ko'rpachani sovur deb aytolmaydi, hatto u kichkina. Kattaga aytadi. Keyin u yerda qanaqa o'zini kirshavat etadi. "Ha, endi sen o'zimni kisaman." Keyin masalan kichkina ketib qolgan paytda siz mana uni kichkinani oldidan unaqa pastga uravermang, oyijon. Tavba qildim, shunga aytsangiz bo'ladi-ku. Menga shunaqa qildingiz desa, qaynana shu yerda nima deydi? "Seni o'zimniki deyman-da, sen boshqachasan baribir. Bilmayman, unga aytdim kelmaydi. Seni yaxshi ko'raman" deb aldab qo'yadi sizni. Garantiya beraman. Men ham qaynanaman-ku. Mana shunday aldab qo'yamizda, keyin siz "Ha, meni yaxshi ko'rar ekan-da" deymiz. Попробуйте o'shani ovsirimga aytishga. Zato meni qaynanam yaxshi ko'radi. Shuning uchun menga ish buyuradi desang, keliningiz bundoq qaraydi. Meni yaxshi ko'rmay qo'ya qolsin.